Xo'p, so'ng. Endi gapiringlar akalar, endi so'ranglar savolinglarni. Yerga tegasizmi? Tegaman. Siz qayerdan? Surxondaryodan. Qanday vaqtda zamoni? Bugun vakatsiya tashlab bering, olib qochib ketdim. Assalomu alaykum, xayrli kech. Hamshahar, assalomu alaykum akam. Yaxshimisiz aka? Sizga ham xayrli bo'lsin. Rahmat aka. Oldingizga boraymi? Yo'q, kelmang. Kecha ham xo'p deb aldadingiz. Bir haftadan keyin kirib yana nimadir so'rasangiz yana xo'p deyman. Ismingiz nima? Sevinch. Sog'liklaringiz yaxshimi? Rahmat aka, yaxshi, Xudoga shukr. O'zi yaxshimisiz? WhatsAppingiz bormi? Yo'q, WhatsApp ishlatmayman. Sevinch nechasan? Rahmat, yaxshi. Karamjon, boring, iltimos boshqa joyda o'ynang, iltimos. Салам алейкум, как вы, как ваше здоровье? Спасибо, хорошо, здравствуйте. Зайдите в личные сообщения в ТикТок. Нет, извините. Молодец, ishlaringizga omad. Rahmat aka, sog' bo'ling, sizga ham omad. Hindistonlik deb o'ylabman, ko'rib biladinglar. Nechigacha? 7gacha aka. 7, ba'zida uyga ketgim kelmasa 8gacha o'tirdim. Yig'lab aytaman. Ko'z yoshim sekin artaman. Aytaman. Keldingizmi deblar. Keldim aka. Endi so'rang, nima so'rayotgandingiz? Sari sotib o'tiribsizmi? Sari sotib o'tiribman. Termizdanmiz, ha, Termizdan. Qo'shiqni zo'r aytar ekansiz. Ovoz yo'g'ay aka, qanday zo'r aytaman. Asabim rosa buzdingiz, xafa bo'lmang, tanimaganingizga aytildi. Aka, har kun efirga nechta odam kirib chiqib ketadi, bilasizmi? Qanday eslab qolaman men? Ikkizda eslab qolmang-ku. Telegramdan yozib oling deydilar, yo'q. Shunaqasida. Shunaqamanda. Ancha o'zgaribsizlar. Xo'p. Sizlar nima deysizlar shu? Gapim bor. Xayrli kechlar.
sana gap bo'lsa qilganlar narsa ko'pchiliklar hammalariga bitta kelishlarga ismingizni bilmasam masalancha bo'lmagan bo'lsam siz qanday taniyman aytinglar menga qo'qondan farhod bo'lgan tanib qoldim